Prostata kasalliklarining ilk belgilari va tabiiy davolash choralari. Ko'pchilik erkaklar prostatadagi muammolarni juda ham kech payqaydi. Aslida paradoksalni, bu bez, reproduktiv va siydik chiqarish tizimida muhim rol o'ynaydi. Assalomu alaykum. Men Kamron Zuhridinovich, Zarmet Protection universitet klinikasining vrach urologiman. Sizlar bilan bugun prostata bezi kasalliklarining belgilari va ularni uy sharoitida tabiiy davolash usullari haqida gaplashamiz. Prostata bezini kasalliklari o'zi asosan 3 xilga bo'linadi. 3 turga bo'linadi. Birinchisi prostata bezini adenomasi. Bu faqat yoshi katta erkaklarda uchraydi. Ikkinchisi prostatit. Bu ko'pincha yosh erkaklarda uchraydi. Uchinchi kasallik bu prostata bezi saratoni. Eng yosh bemor prostata bezi saratoni bilan 39 yoshda ko'rganman tajribamda. To есть prostata bezi saratoni ham yoshi katta odamlarda uchraydi. Hozir mana shu prostata kasalligi belgilari haqida gapiramiz. Prostata bezi kasalliklarini birinchi belgisi bu peshob chiqarishdagi qiyinchiliklar. Bu peshobni oqimini susayishi, chiqish tezligini pasayishi, peshob qolib ketgan tuyg'ular bo'lishi va og'ir holatlarda peshob tutolmaslik bo'lishi mumkin. Bu prostata bezini kattalashishi va siydik kanalini qisib qo'yishi natijasida bo'ladi. Prostata bezi kasalliklarining ikkinchi belgisi bel, chov sohasi, qovoq sohasidagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu og'riqlar birdaniga paydo bo'lishi mumkin. Bu og'riqlarning sababi prostata bezi kattalashishi yoki yallig'lanishi tufayli bo'lgan bo'lishi mumkin. Prostata bezi kasalliklarining uchinchi belgisi bu jinsiy hayotdagi o'zgarishlar. Ereksiyani susayishi, vaqtli bo'shalish, farzand bo'lmasligi, jinsiy hayotga bo'lgan istak, ya'ni libidoni pasayib ketishi prostata bezi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Prostatit natijasida prostata bezidagi paydo bo'lgan leykotitlarning hisobiga, ulardan chiqadigan peroksidlar hisobiga spermatozoidlar nobud bo'lishi va bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bu holatni ko'pchilik stressdan deb o'ylaydi, lekin aslida bu prostata bezi kasalliklari tufayli bo'layotgan bo'ladi. Endi prostata bezini kasalliklarini davolashning tabiiy usullari haqida gaplashamiz. Birinchisi regulyar jinsiy aloqa. Mana uylanmagan namozxon bolalarda yoki musofirchilikda yurgan erkaklarda prostatit kasalliklari ko'proq namoyon bo'ladi. Buni sababi prostata bezida prostata sekreti dimlanib qolishi natijasida bakteriyalar rivojlanishi uchun yaxshi sharoit bo'ladi. Natijada zastoyniy prostatit yuzaga keladi. Buni oldini olish uchun haftasiga kamida 2 marta jinsiy aloqa bo'lishi kerak. Regulyar jinsiy aloqa bo'lishi kerak. Jinsiy aloqaning normasi hech qayerda yozilmagan, lekin maslahat beramiz. 2 martadan 5 martagacha jinsiy aloqa bo'lishi prostatit bo'lishini oldini oladi. Prostata bezi sekreti yangilanadi. Bakteriyalari har jinsiy aloqa vaqtida tashqariga chiqadi. Natijada bemor prostatitdan tabiiy yo'lda faqatgina bitta shu jinsiy aloqani yo'lga qo'yganligi tufayli, regulyar qilganligi tufayli tuzalib ketishi mumkin. Prostatit kasalligini davolashning ikkinchi chora-tadbiri bu jismoniy harakatlar, sport. Asosan aerobika, to есть yurish, yugurish, suzish, velosiped haydash, ot minish. Ot minish va velosiped haydashga asosan urg'u berish kerak. Bular prostatani sog'lom ushlashda muhim rol o'ynaydi. Undan tashqari prostata bezini davolashga Kegel degan maxsus mashqlari bor. Bu kichik chanoq mushaklarini mashqlari hisoblanadi. Bu prostatitni oldini olish, uni davolash va ereksiyadagi o'zgarishlar, ereksiyani yaxshi bo'lishi, jinsiy aloqani uzoqroq davom etishiga olib kelishi mumkin. Esda tuting, prostata bezini kasalliklarini oldini olish juda ham muhim. Buning uchun
sovuqdan saqlanish, sovuq joylarga o'tirmasligi, oyoqni issiq qilib olib yurish, begona ayollar bilan jinsiy aloqa bo'lmasligi, tartibsiz jinsiy aloqalar bo'lmasligi va spirtli ichimliklardan uzoqroq yurish prostata bezini kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Agarda siz bu ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Zarmet Protection universitet klinikasida biz prostata bezining turli kasalliklarini zamonaviy usulda diagnostika qilib va fizioterapiya, tabiiy tiklanish usullarida samarali davolab kelyapmiz. Agarda sizda prostata bezi kasalliklari bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling va ko'rikka yoziling.